Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi Mana shu Grow loyihasini amalga oshirganmiz. Yaponiyaga ishlash haqida Texnik stajyorlikda hech qanaqa sertifikat so'ramaydi. yo'nalishga qarab, hattoki viza turi ham boshqacha. Xuddi shunday. Mana shu 3 yillik mehnat shartnomasi bo'ladigan bo'lsa, faqat sovuqchilik bilan shug'ullanadi. Faqat sovuqchilik, Faqat sovuqchilik. beton quymaydi. Yo'q, maqsadi borda, o'sha pul orqali nimagadir erishish kerak. M5 darajada sertifikatim bor. Hujjat topshirish uchun o'sha nomzodni hujjatlarini yig'ib chiqamiz. To'lovlar mavjud. Fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz ariza bergandan keyin, demak, Yaponiyaga ketgancha o'rtacha qancha vaqt ketadi deb tushunsak bo'ladi. Qo'lida qolishi o'rtacha 150 ming yenani tashkil etadi. Umr yo'ldoshini, bolalarini, farzandlarini chaqirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yapon tilini bilish kerak. Yapon tilini bilsangiz, ancha muncha sizni ishga qabul qilish bo'yicha afzalliklar beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi va JICA hamkorligida olib borilayotgan JICA Grow loyihasini boshlanganiga 1 yil to'lib qoldi. Yaqinda Japan Career portalini ham ochilish marosimi bo'lgandan keyin ko'plab vatandoshlarimizdan Yaponiyaga ishlash haqida savollar kelmoqda. Shu imkoniyatdan foydalanib, mana shu savollarga birma-bir birgalikda javob berish kerak deb o'yladik va mana shu bugungi podkastni tashkil qilib turibmiz. Akbar aka, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Mana bugungi kunda o'sha Migratsiya agentligi va JICA hamkorligida mana shu Grow loyihasini amalga oshirganmiz va buning orqasida o'sha ko'plab O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Yaponiyaga ishga jalb qilish eng yuqori maqsadlardan biri qilib qo'yilgan. Rahmat. Demak, Akbar aka, birma-bir savollarni o'qib boraman. Siz ham javob berasiz, men ham qo'ldan kelgancha to'ldirishga harakat qilaman. Boshlashdan oldin avvalambor mana shu migratsiya agentligining ham tartibi ancha o'zgardi. Shu haqida ozgina aytib bersangiz, oxirgi vaqtlar migratsiya agentligi tomonidan olib borilayotgan ishlar, xususiy bandlik agentliklari tomonidan qanaqa Yaponiyadagi hamkorlar bilan ishlar olib borilmoqda? Albatta, migratsiya agentligini o'zi o'sha tizimida o'zgarishlar bo'ldi, xabaringiz bor. O'sha 2024-yilning oxiriga qadar bandlikka ko'maklashish, kambag'allik qisqartirish va bandlikka ko'maklashish vazirligi huzurida edik. Hozir uni tarkibidan chiqazilib, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat siyosatini yuritadigan to'g'ridan-to'g'ri o'sha mana shu siyosatga javobgar bo'lgan tashkilotga aylandik. Migratsiya agentligi o'zgargandan keyin o'sha o'zining faoliyatini ham o'zgartirishga, yanada samarali va fuqarolarga yanada yaqinroq bo'lgan tashkilot bo'lishga harakat qilyapmiz. Masalan, o'zgarishlardan biri migratsiya agentligi tarkibini ichida xorijga ketish istagidagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarimiz uchun til va kasb o'rgatadigan markazlarni ochishni rejalashtirganmiz. Va bu haqida yana batafsil gapirib o'tishga harakat qilamiz. Akbar aka, yapon ish beruvchilari bilan aloqalar qanaqa ketyapti? Ular O'zbekistondan kadrlarni jalb qilishga qiziqish bildirishyaptimi? Albatta, o'zi aslida Yaponiya bilan ko'plab sohalarda hamkorligimiz rivojlangan. Biroq aynan shu mehnat resurslari sohasida hali yangi etapdamiz, hali yangi bosqichdamiz. Shu uchun deyishimiz mumkinki, asosan Yapon mehnat bozori o'sha Janubiy Osiyo davlatlaridan ishchilarni jalb qilib kelgan. Mana endi sekin-sekin faqat Janubiy Osiyo davlatlari bilan cheklanmasdan yangi davlatlarni bilan hamkorlik o'rnatgan holda undan ishchilarni jalb qilishni rejalashtiryapti Yaponiya. Shundan kelib chiqib O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortib boryapti. Yaponiyani rekruting kompaniyalari yoki ish beruvchi kompaniyalari bilan o'zaro hamkorlikda fuqarolarimizni, yanada ko'proq fuqarolarimizni turli xil ish sohalariga jalb qilish ustida ishlar olib borilmoqda. Akbar aka, bo'lmasam mana shu migratsiya sohasini, Yaponiya va O'zbekiston migratsiya sohasini ikkala tomon uchun ham yangi yo'nalish desak bo'ladi. Albatta, yangi yo'nalish desak bo'ladi, chunki o'sha maxsus malakali dastur doirasida ko'pchiligimiz bilan xabarlar bor, Toktegino deydi. O'sha Tokteginoda ham mana sekin-sekin yangi yo'nalishlarga imtihonlar O'zbekistonga kirib kelish boshlayapti. Demak, vatandoshlarimizdan kelgan savollarni birma-bir javob berishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savol Yaponiyaga ishchi vizasi bilan ketishda stajyor vizasi, maxsus malaka vizasi, yuqori malakali kadr. Agar uchta yo'nalishga bo'ladigan bo'lsak,
Demak, stajyor maxsus malaka va yuqori malakali kadr. Mana shunga bir ta'rif berib ketsak nima deysiz? Albatta, endi man o'sha podkastimizni sal qisqaroq qilish uchun asosiy farqlarini, uchalasini o'rtasidagi asosiy farqlarni aytib o'tmoqchiman. Texnik stajyorlik bu kimlar uchun mo'ljallangan? Asosan o'sha O'zbekistonda o'rta maxsus ta'limni yoki 11-sinfda maktabni yakunlagan, Yaponiyaga ishlash istagida borlar uchun mo'ljallangan. Bunda asosan talablar ish beruvchi tomonidan qo'yiladi. Bu qanaqadir qonun tomonlama cheklovlar mavjud emas. Nimadir sertifikat olish kerak degan unaqa talablar qo'yilmaydi. Bunda sertifikat olish majburiyati mavjud emas. Endi ish beruvchi tomonidan qanaqadir yapon tilini N5 darajada bilsin, yapon tilini N4 darajada bilsin degan talablar qo'yilishi mumkin. O'zi aslida bu qonun tomonlama kiritilgan talab emas. Faqat ish beruvchi ish jarayonidan kelib chiqib turib qo'yishi mumkin. Masalan, qaysidir ishxonada kommunikatsiyaga, o'sha muloqotga ko'proq e'tibor qaratiladigan bo'lsa, unda sal muloqotga kirisha oladigan, muloqot qila oladigan darajadagi nomzodni so'rashi mumkin. Yoki agar muloqot unchalik talab etilmaydigan bo'lsa, undan o'sha eng boshlang'ich darajadagi yapon tili so'rashi mumkin. Shu asosan texnik stajyorlikda hech qanaqa sertifikat so'ramaydi. Agar nomzod o'sha asosan 3 oy, 4 oy davomida yapon tilini o'qigan bo'lsa, o'zini nomzodligini ko'rsatishi mumkin bo'ladi bizga murojaat qilgan holatda. Demak, stajyor bularning har bittasiga yana batafsil to'xtalib o'tamiz. Qanday qilib o'sha vizalar asosida Yaponiyaga ketish haqida yana batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Stajyor vizasi bilan ishga ketishning shartlari, bosqichlari qanday bo'ladi? Boya ozgina to'xtalib o'tdingiz. Mana shunga yana bir marta batafsilroq to'xtalsak-da. Masalan, stajyor vizada talab qo'yilmaydi deb aytdik. Yapon tilidan sertifikatlar kerak emas. Lekin baribir yapon tili bilimi kerak, a? Shunday. O'sha qanaqa, masalan, tasavvur qilaylik, qishloqda bir kishi yapon tilini o'qiyapti, repetitorga boryapti o'sha o'zi. O'shalar qanday qilib stajyor viza bilan ishga ketishi mumkin? Demak, hozirgi kungacha bo'layotgan o'sha bir real aniq misollar bilan keltiradigan bo'lsak, odatda biz e'lonni beramiz. Bizning o'sha migratsiya agentligining rasmiy Telegram kanali bor. Migratsiya agentligi deb yozsa, Telegramda chiqadi. Undan tashqari xorijda ish.uz degan saytimiz ham bor. Ya'ni o'sha bir paytda ham saytimizda, ham Telegram kanalimizda chiqadi. O'sha e'lon ish haqida batafsil ma'lumotlar, rasm, videolari bilan imkon qadar qo'yishga harakat qilamiz. Ya'ni o'sha topshiradigan odam u ish haqida bir taassurot uyg'onsin. Oddiy masalan qurilish deydigan bo'lsak ham, xo'p, qurilishni har xil turi bor-da. Masalan, beton quyish bor, ichki pardozlash ishlari bor. Beton quyish bor, pardozlash bor, infrastruktura yo'nalishlari bor deyapsiz. O'zbekistonda unaqa emas-ku. O'zbekistonda obyektni olishadi uyni. O'sha jamoa bilan sement quradi, yasashadi, malyar qiladi, yopadi, ketadi, oxirigacha bir xil ustalar qilishadi. Yaponiyada demak bu hammasi yo'nalishga qarab, hattoki viza turi ham boshqacha. Xuddi shunday. Aynan o'sha masalan biz e'lon berganimizda suvoqchilik deb beramiz. Va ishga qabul qilingan odam mana shu 3 yillik mehnat shartnomasi bo'ladigan bo'lsa, faqat suvoqchilik bilan shug'ullanadi. Faqat suvoqchilik. Faqat suvoqchilik. Beton quymaydi. Yo'q, u devor termaydi yoki beton quymaydi yoki tomga chiqib ishlamaydi. Faqat suvoqchilik. O'sha bitgan zdaniyani, binoni suvoqchiligi bilan shug'ullanadi xolos. Yoki deylik armatura deydigan bo'lsak, armatura to'qish bilan shug'ullanadi. Beton quyish bo'lsa, faqat beton quyish bilan shug'ullanadi. Endi sizga ma'lum, shu Yaponiyada aynan qurilish sohasi oladigan bo'lsak, o'sha qurilish sohasi ichi ham o'z mutaxassisligiga bo'lingan. Faqat shu soha bilan shug'ullanadi. Undan tashqari boshqa ish qildirilmaydi unga. U qilish mumkin emas. Belgilab qo'yilgan narsa. Ya'ni Yaponiyaning binolari dunyoda juda ham mashhur. Shunday. Eng baland, eng baquvvat, zilzilaga bardoshli. Endi buni sababi ham mana shunga bo'lsa kerak-da. Har bir soha bo'yicha kishilar o'z sohasini professional darajada demak ishlaydi. Shunday. O'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, demak, bizani e'lonimizni ko'rdi nomzod, yapon tilini o'qigan, qarab chiqdi, talablarga mos keladi va o'sha ro'yxatdan o'tish degan tugma bor pastida. O'sha ro'yxatdan o'tishni bossa, o'zi bizani saytga olib keladi. Bizani saytga olib kelgandan keyin o'sha anketa shakllantirish kerak. Savollari bor. O'sha savollarga javob bergan holatda bu anketa shakllantiriladi va o'sha qiziqish bildirish degan tugma bosilgandan keyin avtomatik ravishda bizani bazamizga kelib tushadi. Ularning ma'lumoti sizlarga kelib tushadi. Shunday. O'sha nomzodning ma'lumoti bizga kelib tushadi
va endi albatta o'sha bir ishga masalan 200 ta 300 ta nomzodlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarning orasidan biz ham saralab olamiz ish beruvchi bilan birgalikda. Ya'ni o'sha talablarga qaragan holatda, masalan deylik, yapon tilini bilish kerak, 40 yoshgacha bo'lish kerak degan talablar bo'ladigan bo'lsa, orada 45 yoshli nomzodlar ham ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ular saralanadi. O'sha 40 yoshgacha bo'lganlar saralanadi va ularga bitta har biriga alohida aloqaga chiqilib, o'sha nima deydi, og'zaki imtihonga suhbatga chaqiriladi. Suhbat joylari va manzillari, suhbat qanaqa bo'lishi, o'zi suhbatda odatda qanaqa savollar beriladi, o'sha narsalar haqida tushuncha beriladi. Endi aynan o'sha suhbatda qanaqa savollar berishiga keladigan bo'lsak, bu deyarli har doim kuzatiladigan narsa. Yaponiyaga ishga qabul qilishda asosan o'zingni tanishtir deydi. Birinchi o'rinda o'zing tanishtirasan. O'zing tanishtirgandan keyin imkon qadar shu sal batafsilroq tanishtirgan ma'qulroqda. Faqat otasini ismi o'zini ismi bilan tugamasligi kerak. Shunday. Imkon qadar shu o'zini qiziqishlari, o'zini qilgan ishlari shu paytgacha tajribalari va maqsadlari haqida o'sha o'zini tanishtirishda aytib o'tib ketsa, u juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Va yana beriladigan savollardan biri, nimaga aynan Yaponiyada ishlashni tanladingiz degan savol berish mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarida ko'plab imkoniyatlar mavjud. Xohlasa Germaniyaga, xohlasa Koreyaga, xohlasa boshqa davlatga topshirish mumkin. Lekin nimaga aynan shu davlatlar bo'lib turib, aynan Yaponiyani tanladingiz degan savol berish mumkin. Bunga endi o'z qiziqishdan kelib chiqib javob berish mumkin. Masalan, deylik, men yoshligimda Fuji tog'ini ko'rganman va shundan keyin men Yaponiyaga borish niyatim tug'ildi. Mana shu ish menga mana shu imkoniyatlarni beradi deb o'ylayman. Shu uchun mana shu ishga topshirib ko'ryapman. Ishlashim davomida o'sha Fuji tog'ini borib ko'rmoqchiman degan ma'noda agar javob berilsa, bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Pul ishlash uchun ketmoqchiman desachi. Endi to'g'ri, bu ham bir javob bo'lishi mumkin. Chunki hammani iqtisodiyoti har xil. Faqat nima deydi? Faqat pulga bog'lab qolmas. Pulga bog'lanib qolmaslik kerak. U maqsadi borda, o'sha pul orqali nimagadir erishish kerak. Masalan, deylik, O'zbekistonda qurilish ishida ishlab yuribdi. U o'zini shaxsiy bir biznesini ochmoqchi. Deylik, qurilish sohasi bo'yicha 3-4 kishini ishga oladigan va masalan suvoqchilik sohasi bo'yicha deylik bir firma ochmoqchida, lekin iqtisodiyoti yetmayapti. Shunda aytish mumkin, men Yaponiyada o'sha pul ishlab turib, iqtisodiyot tomonlama o'zimni yaxshilab turib, ertaga O'zbekistonga qaytib kelib, mana shu suvoqchilik firmasini ochmoqchiman desa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaxshi, mana shu boyagi arizaga qaytaylik. Bo'lmasam qarang, ko'plar savollar bo'ladi. Ro'yxatdan o'tdim, lekin menga aloqaga chiqmadilar degan bo'ladi. Bunda demak o'sha ro'yxatdan o'tgan kishi yapon tilini bilmayman deb belgilagan bo'lsa, demak avtomatik tanlanmaydi. Shunday. Agar ozgina bilaman, qanaqadir M5 darajada sertifikatim bor, nimadir deb yozilgan bo'lsa, demak saralanishi osonroq bo'ladi. Shunday. Tushunsak bo'ladi. Xuddi shunday, o'zi aslida Yaponiyaga ketish istagidagilar nima deydi, yapon tilini biladiganlar kamda. Biz tilni bilaman deganlarni hech qachon qaytarib yubormaymiz. Imkon qadar ularni ushlab qolib, keyingi imtihonlarga ham jalb qilishga harakat qilamiz. O'shaning uchun o'sha ro'yxatdan o'tayotganlarga bir nima deydi, point deydi, maslahat o'sha imkon qadar o'sha savollarni to'g'ri, aniq va batafsil yoritib berishlari kerak. O'zlari haqidagi ma'lumot. Shunday. O'zlari haqidagi ma'lumotlarni batafsil yoritib berishsa, bizga o'sha bildirilgan talabnoma asosida tanlab olishimizga ancha yengil bo'ladi. Bu ish beruvchiga ham osonroq bo'ladi tanlash, kimni suhbatga chaqirish. Shunday. Agar u batafsil yoki aniq yoritib bermasa, bunda birinchi o'rinda unchalik qiziqish bildirmayotgan ekan deyiladi va yengil qaralgan deb o'ylash mumkin va o'sha demak, bu nomzodimiz tilni bilmas ekan yoki yetarlicha malakaga ega emas ekan degan sal gumonni uyg'otib qo'yish mumkin. O'shanaqa narsalarni oldini olish uchun imkon qadar agar batafsilroq javob berilsa, biz unga har doim aloqaga chiqamiz. Demak, o'sha stajyor vizasi bilan ishga ketishda jarayonini yanada batafsilroq tushuntirib bersangiz, qolganini, masalan, vatandoshimiz ro'yxatdan o'tdi. Suhbatga keldi. Siz aytgan qonun qoidalarga asoslanib suhbatdan ham muvaffaqiyatli o'tdi deylik. Undan keyin qanaqa narsa protsedura kutadi? Demak, suhbatdan o'tgandan keyin biz
o'sha Yaponiyani vakolatli tashkilotlariga hujjat topshirish uchun o'sha nomzodni hujjatlarini yig'ib chiqamiz. Endi u nomzodlikdan ishchiga o'tadi, ishchi maqomiga o'tadi. Ishchini hujjatlarini, o'sha xorijga chiqish pasportlari ma'lumotlari, undan tashqari o'sha O'zbekistonda ishlagan bo'lsa agar ishlaganlik haqidagi ma'lumotlarni olamizda, tarjimalar qilamizda, o'sha Yaponiyani immigratsioniy byurosi deydi. O'sha immigratsioniy byurosiga hujjatlarni topshiramiz. U yoqda odatda 3 oy, 4 oy davomida har bitta fuqaroni tekshirish uchun vaqt ketadi. Demak, immigratsiyaga topshirilgandan keyin kamida 3 oy, 4 oy ular ko'rib chiqadi. Shunday 3 oy, 4 oy ko'rgandan keyin Yaponiyaga kirishga ruxsatnoma berishadi ular. Bu viza emas, bu Yaponiya hududiga kirish uchun ruxsatnoma. O'sha Certificate of Eligibility deydi, muvofiqlik sertifikati. O'sha sertifikat beriladi. Sertifikat beriladi. Uni demak chiqqandan keyin tasavvur qilaylik 4 oyga chiqdi. Demak, ariza berildi, saralandi, suhbatdan o'tdi, hujjatlar topshirildi, hujjatlar Yaponiyaga yuborildi. 4 oy mobaynida Yaponiyaning migratsiya byurosi tomonidan ko'rib chiqildi va ular O'zbekistonga keyin hujjatni yubordi. Shunday. Undan keyin demak vizaga topshirish jarayonlari boshlandi. Xuddi shunday uni olamiz biz o'sha sertifikatni olganimizdan keyin vizaga O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasiga hujjatlarni topshiramiz va odatda 5 ish kunida vizalar chiqarib berilyapti hozirda. Mana shu hujjat topshirgandan keyin 4 oy demak vaqt qolyapti. Mana shu 4 oy davomida vatandoshlarimiz yanada o'sha kompaniyaning talablariga asoslanib yapon tilini o'qish yoki boshqa ko'nikmalarni o'qishlari kerak bo'ladi, demak. Albatta, yapon tilini qancha rivojlantirsa, har bir odamni o'ziga yaxshi. U o'sha davlatga ko'nikib ketishni yengillashtiradi, o'sha davlatning madaniyatini o'ziga tezroq qabul qilishga va har qanday nima deydi, stresslarni yengib o'tishga ancha yengillik beradi deb o'ylayman. O'shaning uchun orada o'sha 3 oy, 4 oy baribir vaqt ketadi Yaponiyaga kirib borguncha. O'sha paytda yapon tilini rivojlantirib tursa, albatta bu yutuq bo'ladi. Demak, farqli mana qarang, fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz ariza bergandan keyin demak Yaponiyaga ketgancha o'rtacha qancha vaqt ketadi deb tushunsak bo'ladi? Hozirgi kunda aytadigan bo'lsak 5-6 oy. O'sha ya'ni biz nomzodlarni yig'ib, o'sha ishchi Yaponiyaga kirib borgunga qadar 5-6 oy ketyapti. 5-6 oy ketadi. Demak, bu stajyor vizasida o'sha ish beruvchi tomonidan biletlar olib beriladi. Shunday. Borgandan keyin 1 oy mobaynida Yaponiyada o'qitish bo'ladi. Yaponiya kompaniya tomonidan o'sha joy tanlanib, kitoblar beriladi. Shunday. Undan keyin ishga keyin joylashtiriladi. Shunday. Bir oy o'qitish ko'niktirish darslari bo'ladi. Uni xarajatlari hammasi ish beruvchidan qoplanadi. Aytganingizdek o'sha samolyot pullari ham, samolyot biletlari ham olib beriladi. Keyin shu ko'niktirish darsi tugagandan keyin 1 oydan keyin o'sha realniy ishga kirishib ketishadi. Bunda o'sha xarajatlar qanaqa bo'ladi? Migratsiya agentligi tomonidan yuborilganlarga pul talab qilinadimi? Qanaqadir to'lovlari bormi? Unda to'lovlar mavjud. To'lovlar qachon beriladi? Viza chiqqandan keyin. O'sha bazaviy hisoblash miqdori mavjud. Bir bazaviy hisoblash miqdori bizda 375 ming so'm qilib belgilangan. O'shani 10 baravarini to'lash kerak bo'ladi. Bu kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan belgilangan summa. Ya'ni 10 baravar 3.250 ming so'm bo'ladi. Viza chiqqandan keyin shu 3.250 ming so'mni to'laydi. Boshqa to'lov yo'q va ketish mumkin bo'ladi. Vizagacha endi ish beruvchining talabi mavjud. O'sha medko'rikda o'tqiz deyiladi. Tibbiy ko'rikda o'tish kerak bo'ladi. Tibbiy ko'rik hozirgi kunda 8 ming so'm tashkil etmoqda. Demak, общий qilib aytadigan bo'lsak 8 ming so'm va 3.250 ming so'm to'lovlar mavjud. Endi bu videoni balki 4-5 yildan keyin vatandoshlarimiz ko'rishlari mumkin. Demak, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari hozirgi hisoblash bo'yicha shunaqa. Shunday. O'zgarib turishi mumkin. Shunday. Rahmat, menimcha stajyor vizasini batafsil yoritib berdik. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Mana shu stajyor vizasi bilan. Demak, stajyor vizasi bilan Yaponiyaga ishga ketmoqchi bo'lganlar albatta kamida N5 darajada yapon tilini bilsa, suhbatdan o'tishi tez bo'ladi deb aytdingiz. Mana shunaqa vatandoshlarimizga qanday qilib yapon tilini o'rganishni maslahat bera olasiz? Endi hozirgi kunda o'sha yangilangan migratsiya agentligi tarkibida tillarga o'qitish markazini ochish rejalashtirilgan. Mana shu yaqin
kunlar ichida bu o'z faoliyatini boshlashi kerak. Buni o'sha boshida sinov tariqasida bitta ikkita hududda tashkillashtirsak, keyinchalik buni butun respublika bo'yicha tashkillashtirishni rejalashtirganmiz. Endi aynan shu markazda o'qish kerak degan narsa yo'q. Xohlasa mustaqil ravishda YouTube'dan o'rganish mumkin. Xohlasa boshqa bir xususiy kurslar mavjud, o'sha joylarda o'rganish. Shahar markazlarida Shahar markazlarida o'rganish mumkin. Bundan tashqari ba'zi hududlarda, monomarkazlarda yapon tili kurslari tashkil etilgan. O'sha joylarga borib o'rganish mumkin bo'ladi. Bizlardagi ma'lumotlarga qaraganda ayni vaqtda 9 ta monomarkazda yapon tilini o'qitish ayni damda olib bormoqda. Shuning uchun agar o'zingiz yashayotgan viloyatga eng yaqin bo'lgan monomarkazga aloqaga chiqib so'rab ko'rsa bo'ladi, o'sha yerda yapon tili bormi deb. Shunda. Demak, keyingi savolga o'taman. Stajyor vizasi bilan oyiga qancha pul topsa bo'ladi? Eng asosiy mavzulardan bittasi oylik haqida gaplashaylik. Boya siz aytdingiz, shartnomada yoziladigan summa bor va undan olib qolinadigan summalar bor. Sug'urtaga, pensiyaga, soliqqa. O'sha shartnomaga yoziladigan umumiy summalar qanaqa bo'lyapti va qo'lda qoladigani qanaqa bo'lyapti? O'rtacha darajada gapiradigan bo'lsam, hozirgi kunda o'sha 200 mingdan yuqori bo'lgan oyliklarga ishga jo'natishga harakat qilyapmiz. Chunki endi sizga ma'lum, o'sha Yaponiya yeni qadri sal dollarga nisbatan tushib ketganligi sababli fuqarolarimiz asosan o'sha oilasiga jo'natishga harakat qiladi. Uni dollarga aylantirgandan keyin sal qo'liga qolish sal kamayyapti. O'shaning uchun biz imkon qadar o'sha yaxshiroq oyliklarga jo'natishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun o'rtacha oylikdan gapiradigan bo'lsak, 200 ming Bu boshlanishida boyagi yeni stajyor bo'lib turib Yaponiyaga borgan kishi hali ishda bir tajribasi yo'q, hali ko'p yapon tilini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun demak 200 ming yenadan boshlanyapti. xuddi shunday. 200 ming va undan yuqori oyliklar, ya'ni xuddi siz aytganda o'sha ish umuman tajribasi yo'q va tilni ham unchalik kuchli bilmaydi va bu boshlanishiga o'sha ertalabki 9 dan 6 gacha, dushanbadan juma kunigacha ishlagan holatdagi oylikni aytyapman. Albatta siz ishlab kelgansiz Yaponiyada 6 dan belgilangan o'sha soatdan keyin qolib ishlaydigan bo'lsangiz, qo'shimcha ish bo'ladi. Bunga ustama haq to'laydi. Ya'ni deylik Yaponiyada hududga qarab turib o'rtacha oylik ish haqi 1 soatiga 1000 yena qilib belgilangan bo'lsa, agar siz 6 dan keyin ishlaydigan bo'lsangiz, buni 1200 yena qilib to'laydi. Ya'ni ham soatiga qo'shib beryapti. Chunki u shu belgilangan mehnat soatidan tashqari qolib ishlayotganligi sababli. Shunga qo'shimcha ustama haq bilan hisoblab beradi. Albatta bu o'sha Yaponiyada mehnat qonunchiligi juda qattiq rioya etadi. Minutiga hisoblab berish ularda qonunda kiritilgan, o'sha qonunga rioya etishadi. Men shu 200 ming deyotganim o'sha ertalabki 9 dan 6 gacha va dushanbadan juma kunigacha ishlagan holatdagi oylikni aytyapman. Agar qo'shimcha ishlaydigan bo'lsa, albatta o'z-o'zidan ish haqi oshadi, o'sha ketaveradi, oshilib ketadi. Yoki masalan malakasini oshiradigan bo'lsa, qanaqadir sertifikat oladigan bo'lsa, albatta unga ham qo'shimcha ravishda rag'batlantirishlar mavjud bo'ladi. Demak 200 ming oladi deb tasavvur qilsak, o'ynak soliqlarni, pensiyalarni olib tashlasak agar taxminan demak 50 ming yenasini olib qolishadi. Shunda 150 ming qo'lda qoladi. qo'lida qolishi o'rtacha 150 ming yenani tashkil etadi. Hozirgi kundagi dollar kursida aytadigan bo'lsak, 1000 ga borar, 1000 minglar orasida. Bunga boradi. Yana qimmatlashsa yaxshi yaxshi. 1000 atrofiga demak qo'lda qoladi. Shunday. Bu endi albatta boya ham aytib o'tildi, faqatgina boshlang'ich vaqtdagi bu yilma-yil bo'yoq sertifikatlar, bilimlar, tajribalar oshaversa agar ko'payib boraveradi. Xuddi shunda. Yana umid qilamiz, yana eski o'sha oldingi qadriga qaytsa, albatta o'sha 150 ming yena vaqtida 1,5 ming dollar bo'lganda. Agar shunaqa davrga qaytadigan bo'lsa, demak oyliklar o'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketadi. Yana ko'tarilish. Shunda. Demak, rahmat bu javobingiz uchun. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, stajyor vizasidagilar qanaqa qilib yanada yuqoriroq karyeralarga o'tishlari mumkin? Masalan, o'zi boya ham aytib o'tdik, stajyor bu 3 yillik loyiha hisoblanadi. 3 yildan keyin qaytishi ham mumkin bemalol yoki Yaponiyada qolib ishlashi ham mumkin. Va faqatgina vizaning statusini o'zgartirish kerak bo'ladi, xuddi shunday. Shu haqida aytib bersangiz, qanaqa kelajagi bor stajyor viza bilan borganlar? Demak, stajyorlik vizasida o'zi 3 ta toifa mavjud.
stajyor birinchi toifa, ikkinchi toifa va uchinchi toifalar har biri o'sha belgilangan yillar mavjud. Birinchisida 1 yil, ikkinchisida 2 yil, uchinchisida 2 yil. Jami bo'lib 5 yil ishlash mumkin texnik stajyorlikda. 5 yil. 5 yil ishlash mumkin. Lekin ko'pchilik o'sha ikkinchi toifaga o'tgandan keyin, ya'ni 3 yil ishlagandan keyin maxsus malakali ishchiga o'zgartiradi. Yoki yetarli bilimni oldim, bo'ldi, meni amaliyotim yetarli bo'ldi deb o'z yurtiga qaytadi, O'zbekistonga qaytadi, O'zbekistonda qanaqadir ish qilishi mumkin. Lekin ko'pincha o'sha 3 yillik amaliyot oshirganligi sababli ko'pchilik o'sha maxsus malakali ishchiga o'zgartirishga harakat qiladi. Ya'ni bu daraja sifatdan texnik stajyorlikdan bitta yuqori bo'lgan viza turi bo'lganligi sababli maxsus malakali ishchiga o'zgartirish mumkin. U maxsus malakali ishchini ham birinchi va ikkinchi toifalari mavjud. Birinchi toifasi 5 yil, ikkinchi toifasi bilasiz 5 cheksiz u. Xohlagancha qolib, xohlagancha ishlashi mumkin bo'ladi. Demak, o'sha vatandoshimiz stajyor bo'lib turib, 3 yil muvaffaqiyatli ishlasa, o'sha kompaniyasiga o'zini kimligini, yaxshi mehnatligini ko'rsatsa, o'sha kompaniyani tavsiyanomasiga asoslanib, maxsus malaka vizasiga o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bir xil sohada. Qurilish sohasidan qurilish sohasiga o'tish. Texnik stajyorlikning ikkinchi toifasini muvaffaqiyatli yakunlaganlar maxsus malakali ishchiga avtomatik ravishda o'zgartirishga imkoniyat mavjud. Agar qurilish sohasidagilar boshqa sohaga o'tmoqchi bo'lsa-chi, masalan, mehmonxonaga, restoranga o'tmoqchiman desa, qanday bo'ladi? 3 yil ishlagan kishi. Unda sertifikat talab etiladi. Unga o'sha maxsus malakaga qanaqa talablar bo'lsa agar, o'shalarni yana bir marta Xuddi shuni. Xuddi shu sertifikatlarni olib taqdim etish kerak. demak, yapon tili talab qilinadi, yana o'sha yo'nalish bo'yicha testdan o'tish kerak bo'ladi. Demak, keyingi savol, stajyor vizasida bo'lib turganlar o'zini oilasini, umr yo'ldoshini, bolalarini, farzandlarini chaqirish imkoniyatiga ega bo'ladimi? Texnik stajyorlik dasturida o'sha ishga qabul qilingan odam faqat faoliyat yuritishi mumkin. Birovni chaqirtirishga imkoniyat mavjud emas. Xoh u oilasi bo'lsin, ayoli bo'lsin yoki turmush o'rtog'i, bolasi, chaqasi chaqirish imkoniyati mavjud emas. Faqat bir kishi o'zi ishlashi kerak bo'ladi. Bir kishi istiqomat qilish sotib berilgan. Endi bu amaliyotchi o'z nomi bilan ham aytib turibdi. Amaliyotga kelgan odam bolasini, oilasini olib kelishi albatta ishga xalaqit beradi degan nuqtai nazarda yaponlar buni cheklab qo'yibdi. Mana shu yerdan bitta aniqlik kiritish kerak. Ko'plab savollar bo'lyapti. Stajyor vizasi bilan ketmoqchi bo'lganlar uchun yosh chegarasi bormi? Endi qonunda aytib o'tish kerak, bu Yaponiya qonunini tekshirib ko'rdik biza. Cheklov yo'q. Stajyor vizasi bilan ketaman deganlar yoshida cheklov yo'q deb yozib qo'yilgan, lekin aslida qanaqa bo'lyapti? Aslida ish beruvchi o'zini talabini qo'yyapti. Endi siz ham qayergadir topshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha ish beruvchining talablariga rioya etishga majbursiz. Ish beruvchi odatda o'sha ko'pincha 35 yoshgacha bo'lganlarni ishga olishga qabul. Demak, o'sha 18 dan yuqori va 30 dan yuqori va 35 dan 35 ga yoshgacha. Tushundim. Endi undan yuqori ishchini ham olish mumkin. Faqat masalan 40 yoshli ishchini olish uchun undan juda yuqori malaka va yapon tilini mana bu yosh bo'lgan nomzoddan ko'ra yanada yaxshiroq bilish kerak. Agar u N4 darajada biladigan bo'lsa, N3 darajada bilib, mana meni yapon tili shunchalik kuchli, meni malakam shunchalik kuchli degan narsani isbotlab bera olsa, unda qanaqadir imtiyoz berilishi mumkin. Lekin asosan o'sha 35 yoshgacha bo'lganlarni ishga qabul qilish. Asosan endi baribir 20 dan 25 gacha bo'lsa ko'p bo'lsa kerak, endi hozir ish olganlaringiz ishiga. Oyim statistikadan ham ko'radigan bo'lsak, masalan, Vyetnamdan ko'p qabul qilyapti. 20 va 30 yoshgacha bo'lganlar orasi o'rtachasi 25 da. 25. Endi nima uchun Yaponiyaga ko'proq yoshlar kerak deb tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Xabarlaringiz bor, Yaponiyada aholi kamayib boryapti. Qariyalar soni yillarga ko'payib borgani hisobiga chet eldan yosh ishchilarni jalb qilyapti. Demak, buni ham o'sha bir tushunsa bo'ladigan sabab. Shunday. Demak, hozir ayni kunda Japan Career portalida Yaponiyaga ishga ketmoqchi bo'lganlarga qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlar kiritib boryapmiz. Boyagi maxsus malakaga testga topshirish jarayonidan boshlab suhbatga tayyorlanish jarayonlari, stajyor vizasi haqida ma'lumotlar barchasini joylab boryapmiz. Shuning uchun portalga albatta kiring va o'sha yerda foydali videolar bo'limidan bemalol siz hamma bosqichlarni ko'rib, o'rganib, albatta migratsiya agentligiga tayyorlanib kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, bugun mana asosan stajyor vizasi, maxsus malaka vizasi haqida gapirdik. Iloji boricha bunaqa suhbatlarni davom ettiramiz.
Agarda sizda qanaqadir Yaponiyada ishlash haqida savollaringiz bo'lsa agar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha harakat qilib javob beramiz. Bir yaxshi maslahat bermoqchiman. Yuqorida ham aytib o'tdingiz, yapon tilini bilish kerak. Yapon tilini bilsangiz ancha-muncha sizni ishga qabul qilish bo'yicha afzalliklar beriladi va Yaponiyada yashab ketishingiz ham ancha yengillashadi. Sizdan talab etiladigan narsa faqat yapon tilini o'rganish. Yapon tilini o'rganing, ishga qabul qilinishingiz yengillashadi. Rahmat.